Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otaxon, yaxshimisiz? Keling. Qariyalarga ehson tarqatib yurdi, shuni qabul qilasiz. Oling. Rahmat o'g'lim. 1 minut, amaki, 1 minut. Hozir. Assalomu alaykum. Hurmatli muxlislar, yaxshimisizlar, tuzimmisizlar? Bizlarni ehsonimiz bor edi otaxonlarga. Mana bugun yana bir ehson tarqatuvchimiz amakimdi. Amaki, duo qilib qo'yasiz. Mana sizlar ham ehsonlar qilib turinglar, tarqatib turinglar-da. Layklarni bosib tashlaylar. Yosh kattalarni, qiynalgan oilalarni unutmanglar. Sog' bo'linglar. Amaki, endi layk uchun. Hozir hamma shunaqa qiladi-da. Ko'p prosmotr, ko'p odam ko'rsin deydi-da, amaki. O'g'lim, bir qo'ling berganini ikkinchi qo'ling bilmasin deydi. Bunaqa qilib muhtojlarning ustidan kulib, riyo qilgandan ko'ra mana shu ehsonlaringizni qaytarib olib keting. Ushlang. Amaki, bu sizga o'xshamadi-yu. Boshqasiga boraman.